Bugungi kunda O'zbekistonimiz har tomonlama rivojlanib boryapti. Ayniqsa ta'limga, yoshlarga yurtboshimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan juda katta e'tibor berilyapti. Xuddi shunday O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi hamkorlik aloqalarimiz bugun yangi bosqichga chiqqanini o'zimiz ko'rib turibmiz va Toshkent shahrida Koyka ta'lim markazi faoliyat olib boryapti. Biz hamkorlikda o'sha 3 yilga yutib olingan loyiha asosida biz madaniyat va ta'limni birlashtirgan holda bugun markazni tashkil etdik. Bu albatta loyiha 3 yilga mo'ljallangan. Har yili bizni universitetimizga kamida 20-30 nafarga yaqin Koreyadan keladigan volontyorlar kelib, yoshlarimizga Koreya madaniyatini, Koreya ta'limini, Koreya urf-odatlarini, Koreyani bugungi kunda o'sha yangi zamonaviy texnika asosida, IT texnologiyalar asosida o'qitish usullarini, tajribalarini joriy etish bo'yicha biz yoshlarimizga bilimlarni berib keladi degan umiddamiz va bugungi kunda mana yangi volontyorlar bugun yetib kelishdi. Ularga birinchi navbatda biz o'zimizni o'zbek tilini, o'zbek madaniyatini, O'zbekiston tarixini o'rgatgan holda ularni talabalar bilan koreyalik volontyorlar o'rtasidagi kommunikatsiyani bir-biriga yaqinlashtirish maqsadida o'zimizni urf-odatlarimiz va madaniyatimizni ularga ko'rsatib beramiz va o'ylaymanki, bu markazimiz yoshlarimizga juda katta bir intellektual mulk sifatida xizmat qiladi. 이곳의 분위기는 저희에게 따뜻한 인상을 주었습니다. 교실 이름부터 한국 문화가 각각의 요소들이 잘 반영이 되어 있었습니다. 또한 학생들이 한국어에 관심을 매우 많이 갖고 있어서 학생들이 단순히 배우는 것이 아니라 본인의 역량을 끊임없이 개발을 하려고 노력하는 모습이 가장 인상이 깊었습니다. 뿐만 아니라 학생들의 수업 방식을 보면 매우 인터랙티브하게 진행이 되고 있었는데요. 이 부분이 본인들이 학생들과 선생님들이 각각 소통을 하면서 본인들의 역량을 꾸준히 개발하고 있는 점이 매우 좋게 보았습니다. 가장 여기에서 좋았던 점은 학생들이 저희에게 매우 개방되어 있었고 또 저희에게 따뜻한 마음을 전달해 주는 점이 가장 좋았습니다. 학생들과 또 선생님들과 함께 일하는 것이 저희에게도 좋은 경험이 되고 있습니다. Koreya davlatidan kelgan Koyka tashkiloti muntazam bizga repetitor, ya'ni to'garak mashg'ulotlarini Shinchong tarzida, ya'ni ariza topshirib, bepul, ya'ni muryo asosida bilmagan narsalarimizni o'rganib olish uchun, undan tashqari Koreya madaniyatini juda ham yaxshi o'zlashtirib olishimiz uchun bizga ko'plab imkoniyat yaratib berishyapti. Agarda biz ham birinchi kurs bo'lib qolganimizda edi, hozirgi bo'layotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib qolgan bo'lar edik. O'ylaymanki, bu tashkilot o'zining to'garaklari va loyihalari bilan talabalar o'rtasida sog'lom muhitni yaratish, talabalarning ilm olishi va xalqaro miqyosdagi yetuk kadr bo'lib yetishib chiqishida o'zining muhim ahamiyatini kasb etadi. Jahon tillari universitetida xalqaro tillar o'qitilishi hisobiga bunday xalqaro tashkilotlar tomonidan tashkil etiladigan turli loyihalar juda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni talabalar xalqaro miqyosdagi madaniyatni, xalqaro miqyosdagi tillarni va xalqaro miqyosdagi sport to'garaklarini, sport mashg'ulotlarini o'rganib, o'zlarining kelgusidagi yetuk kadr va ijtimoiy va madaniy gumanitar sohadagi yetuk shaxs bo'lib yetishishda muhim ko'nikmalarni va bilimlarni egallashlari mumkin. 이 센터를 통해 우리는 한국과 우즈베키스탄 간의 협력의 실질적인 성과를 다시 한번 확인하고 있습니다. 코이카는 30년의 시간 동안 우즈베키스탄에서 다양한 프로그램들을 진행해왔고 특히 교육 분야에 크게 기여를 해왔습니다. 이곳에 지어진 이 센터 역시 그러한 프로젝트의 연장선상에 있습니다. 이곳에 지어진 최첨단 시설과 환경들은 이곳의 학생들에게 큰 기회가 되어줄 것입니다. 우리는 앞으로도 우즈베키스탄과 긴밀한 협력을 이어나갈 예정입니다. 이러한 프로그램들이 더 많은 청년들에게 기회와 성장의 발판이 되어주기를 희망합니다.
Koreya madaniyat va ta'lim markazimiz nafaqat O'zbekiston davlat jahon tillari universitetini talabalari yoki o'qituvchilarini malakasini oshirish, balki bugungi kunda o'sha mahallalar bilan maktabgacha va maktab ta'lim yo'nalishida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar va o'quvchilarni bilimini oshirishga Uchtepa tumanida 81-maktabimiz bor. Xuddi shu maktab o'quvchilari ham bular bemalol yoki mahalla yoshlari ham kelib koreys tilini bemalol o'rganish imkoniyatlari yaratiladi. Bu yerda o'sha ijtimoiy qiynalgan yoshlarimizni ham qo'llab-quvvatlash uchun juda katta bir poligon sifatida xizmat qilishiga biz tarafdorimiz. Albatta o'ylaymanki, yoshlarimiz bugun ham ilmli, ham bilimli, kerak bo'lsa o'sha xorijiy tajribani o'rgangan holda O'zbekiston va Koreya madaniyatini, hamkorlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiqish uchun xizmat qiladi.